Do'stlar, qaranglar, biz hozir qayerga keldik aka? Yangi yo'lga keldik. Saidnur shirinliklariga akamiz chaqirdilar mana. Aka, qayerda bu? Nima joylashgan? Bu Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar massив mavzusi. Mana do'stlar, Saidnur degan shirinliklar mana, ko'ryapsizlar. Aka, bitta fikr keldi-da menga. Mana shu nomini Nedik shirinliklar o'zgartirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xudo xohlasa. Qanchadagi harakat qilsak? 2 kun agar 2 kunda mana shu kommentariyalarga o'sha iliq fikr qilib rostdan Saidnur shirinliklarini Nedik shirinliklariga almashtirish tartib bo'lsa, Xudo xolasa, biz shu ukajonimiz bilan maslahatlashib shirinlik olamini juda ham kengaytirib, Nedik shirinliklari qilib butun dunyoga tanittirmoqchimiz. Akamiz haqiqatdan Nedikni muxlis ekan. Saidnur shirinliklar shuncha korobkalarni endi Yetkazamizmi keyin? Nedik shirinliklari deyapti. Davay do'stlar, agar